Cobalt avtomobilimizni 0 dan 100 gacha ponni hadon chochib, boshqatdan chiroyli qilib beryapmiz. Bunga nimalar ishlar qilingani, sizlarga bir oshdan sanashni boshlaymiz. Bunga rechani yechib olib turib, ponni kraskalab chiroyli qilib berganmiz. Saydin blok vtulkasi, saydin blogi, sharavoyi, supportlarda ovoz yo'qotadi. Shuncha ish qilingandan keyin agar support ovoz yo'qotirilmasa boru, bu tiqilib turadi. Keyin saydin blok vtulka o'ziniki juda ko'p ustakalardan bilishadi. Cobalt minganlar o'ziniki temirli bo'ladi. Bunga ponni rezinkali qoqib berganmiz akalarim. Keyin shanlar qo'yilgan. Mana shanlar ham yaxshigina tiqilib bo'ladi. Shani keyin stabilizator rezinka bitta tepaga chiqib, sizlarga nimalar ishlar qilingan, xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. Siz shunga shu paytgacha bizni kuzatib borasiz, lekin kanalga obuna bo'lish esdan chiqib qolyapti akalar. Bitta kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz, xudo xolasa sizlarga YouTube kanaliga yaxshi kontentlar qilishni davom etamiz inshaalloh. Bu tomondan boshlaymiz. To'rtta kuchaytirilgan plus amazat qo'yib berganmiz, ikki tomon isigan qilib, prujnani pastiga xuddi shunaqa shlankalar o'tkazib, o'zi bo'lakda Cobaltlarda, Sparklarda, Nexus'larda rezinka bo'lmaydi. Prujna bilan amazatni tagida ozgina stuk chiqib qolishi mumkin, agar mana shu yoshlanki yo rezinka mosov olmas ekan. Bunga stabilizatorga qo'yilgan va stabilizator rezinka balkadagisi ham qo'yilgan. Va saydin blok vtulkasi hozir aytganimizda xuddi shunaqa ishlar qilingan. Avtomobilni ponni artib, tozalab, chiroyli qilib ko'ngilli qilib beramiz. Birinchi o'rinda ishni sifati tozalikda bo'ladi. Support ovozni yo'qotib, granatalarni yog'lab berganmiz. Stupitsaga kirgan joylarini. Bu qotib qolsa, yana sifat chiqarishi qiyin bo'lib qoladi-yu, shuni hisobini qilib, akalarim chiroyli qilib yog'lab berganmiz. Xuddi shunaqa bu tomonga ham bitta tozalik mehrda qaranglarda, mehr cho'tki qilib berilgan hamma yoqqa. Bu tomonga xuddi shunaqa o'zimiz logotiflar qo'yib, amazatlar qilib berganmiz. Xuddi shunaqa bu tomonga shlankalar qo'yib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib beramiz. Shuncha ish qilingan avtomobil bor, go'zal holga keladi. Buni arqa amazatlarni xudo xolasa o'sinlar qilib, ikki tomonga qilib beramiz. Shunaqa xizmatlar bo'lsa ham kelaverasizlar, ishlarni chiroyli qilib bitib berishga harakat qilamiz. Jonlar sog' bo'lsin, yuzlaringiz tabassum tark etmasin.